Bir tasavvur qilib ko'ring. Kimdir endigina tug'ildi, kimdir mana hozirni o'zida joni uzildi, vafot etdi. Dunyoda 8 milliarddan ziyod odam bor. Kimdir uyg'ongan, kimdir uyquga ketmoqda, kimdir hozir ayni daqiqalarda joynamoz ustida Xudodan tiz cho'kib nola qilyapti va ehtimol ruhan yuksalyapti. Va yana kimdir esa kasalxona kravati yonida turib Qodir Tangridan farzandiga hayot berishni so'raydi. Bizning butun hayotimiz lahzalardan iborat. Hayotimiz davomida bizga berilgan lahzadan foydalanish kerakligini his qilishingizni istayman. Siz hozir shu videoni tomosha qilyapsiz. Bu ham bir lahza. Ehtimol ertaga bizni nima kutayotganini bilmaymiz-da. Shuning uchun lahzalardan foydalaning, yashang, bor narsangizdan xursand bo'ling. Bu hayotda sizga berilgan har bir daqiqa uchun minnatdor bo'ling.